Suv va daraxt. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir buloq va daraxt bo'lgan ekan. Ular yonma-yon ekan. Buloq endigina ko'z ochgan, sho'x-sho'x qaynab chiqayotgan suvlari kichkina ariqcha hosil qilgan ekan. Nihol esa nozikkina. Sal shamol tursa butun tanasi chayqalib ketadi. Oradan oylar o'tibdi. Buloq suvi katta ariqni to'ldirib oqa boshlabdi. Nihol ham ko'kka bo'y cho'zib, sarvqomat daraxtga aylanibdi. Bu yerdan o'tgan yo'lovchilar daraxtning soyasida dam olib, buloqning tiniq suvidan ichisharkan. Ketayotganlarida esa zab qomatdor daraxt bo'libdi deb maqtab ketisharkan. Bu gaplardan daraxtning dimog'i ko'kka ko'tarila boshlabdi. Agar men bu yerda jurkirab turmaganimda, yoningda kim ham to'xtardi? Na soyang bor, na husning bor, debdi daraxt bir kuni suvga mensimasdan unga gapirib. Suv xafa bo'lib ketibdi-yu, lekin indamabdi. Kunlardan bir kuni men bormanki, hayot bor deb qolibdi daraxt yana. Suv ortiq chidolmabdi va o'z oqimini o'zgartirib yuboribdi. Shundan so'ng daraxt ildizlariga bir tomchi ham suv kelmay qo'yibdi. Daraxt buni 1-2 hafta to'g'ri sezmabdi. Avzoyi badani bo'g'ilib borayotganini, lekin vaqt o'tgan so'ng seza boshlabdi. Qarasa, suv oqimini o'zgartirgan ekan. Nahotki u menga quvvat berib turgan bo'lsa, o'ylabdi daraxt. Uning ahvoli tobora yomonlashaveribdi. Yaproqlari qovjirab, to'kila boshlabdi. Oxiri u suvning zarurligini, tiriklikning kuchi hamkorlikda ekanini yaxshi tushunibdi. Shundagina suv yana eski yo'nalishi bo'ylab oqa boshlabdi. Qissadan hissa shuki, oldindan oqqan suvning qadri yo'q. Har bir ne'matning qadriga yetish shukronalik qilish darkor.